Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, azizlarım, yaxshimisizlar? Kunlaringiz xayrli, barakatli o'tsin. Mana bugun Allohga shukr, shanba kuni Xotamtoy, Otabek, Jizzaxlik Bilolbek, bolajonlarimiz hammasi Hindistonga uchib ketishdi. Hozir menimcha 10:35 bo'lyapti. Hozir endi osmonda, samoda uchib ketishyapti. Assalomu alaykum, rahmatulloh aka, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Mana biz ham o'tib oldik. Xotamtoy aka ham o'tgan, mana Otabekjon. Tog'ay hozir bu joyga ketdi. Hozir tashlab qo'yamiz. Sog' salomat hammamiz o'tib oldik. Rahmat. Samolyotda qonun olishga tumolat yo'q. Bo'ptimi? Ne qo'rqibmi? Yengili yo'q bo'lsa-chi? Lekin toshki. Bo'lagan. To'g'ri. Azizlar, Islom Karimov nomli Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Mana hozir Xotamjon bilan Ulug'bek Otabekjonlarni Yo'qolib qolib ketasan bo'ladi. Aytib qo'y. Bo'pti, keyin yoqing to'g'latdan. Bo'ptimi? Kelishdingmi? Yaxshi bola bo'lib yurgin-a. Kelishdingmi? Qo'l tashing. Qani telefon yo'q. Telefon Aynida sindirdim. Soldingmi? Qani ko'zingni to'g'ri qo'lga olasan. Ketmaydimi bu? Tushib bo'lsa, qatdan tushib bo'ladimi? Olish kerak. Buni tashlab olaveramiz endi. Mashinaga tashlab qo'ying, to'g'rilab qo'yasiz, uyga boring. Ayni soq bo'lsa bo'ladi-da. Ashta Benzin haydab to'g'ri? yo'q qinagan, yo'q juda yo'q. Yaxshi bo'ldi. O'shoqqa boramiz. Ber opog'ingga telefonni. Ber cho'ntaga solurdi. Xudo xolasa qadrdonlar, hozir birgalikda ketamiz. Mahmud odam o'zim kirib, xudo xolasa registratsiyani o'tkazib olib chiqaman. O'shanda Qo'liga berib bo'ladi, deyaptilar. qo'lingga ol. Uni taqmay qo'yavergin endi. Ikkovini qo'lingga olur, Yana bormi? sindirasan. Yetardi senga. Bitta cho'ntagini turozing, bitta qo'lingni turaveradi. Bo'ldi. Obunachilar, duo qilib turasizlar. Mahmud odam telefonlar ushlab turganda. So'mkalarni imzolashga ketmaydi. So'mkalar oldiga o'taylik. Azizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolasa. Mashhadda yorug' yuz bilan shu Otabek ukamizni mashhadda birgalikda sizlarga ham kutib olish nasib qilsin. Bizni sog'lom, xudo xolasa, ko'zlarini chiroyli qilib qaytib kelish bizga ham nasib qilsin, xudo xolasa. Duoda bo'linglar, sizlar duolaring bilan. Sababini qilib mana ketyapmiz. Sizlar duo qilib tursanglar, xudo xolasa, chiroyli yorug' yuzlar bilan qaytib kelamiz. To'g'rimi, doda? Ha, Xudoga shukr, alhamdulillah. Mana obunachilar hammanglar sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar natijasi o'laroq mana Otabekjon, Haydarbobo bilan Xotamjon mana Hindistonga jo'natib yuboryapmiz. Nasib bo'lsa, eson-omon Alloh o'zini
shifolarini berib ularni sababchi qilib turib nasib bo'lsa eson omon yorug' yuzlar bilan qaytib kelishlarini shu yerda ko'pchilik bo'lib kutib olishlarini Allohim o'zi nasib qilsin. Eson omon qaytib kelishlar nasib qilsin. Duo qiling. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Mana shu yerda xudo xolasa obunachilar, mana shu Otabek ukamiz mana shu holatda ketyapti. Mana shu aeroportda xudo xohlasa 12-15 kunda ikkala ko'zlari chiroyli holatda siz bilan bizga o'xshaganda birov ko'rsa nuqson topolmaydigan holatda qaytib kelishlikni Allohdan so'rab qolamiz. Sizlar ham bizni haqqimizga mana shu Otabekni haqqiga bir chiroyli duo qilib qo'yinglar. Nimaki niyatimiz, maqsadimiz, rejalarimiz bo'lsa, hammasi ortig'i bilan amalga oshib, chiroyli yorug' yuzlar bilan qaytib kelish nasib qilsin xudo xolasa. Rahmat xolalar, tog'alarga deng. Rahmat tog'alar. Xudo xolasa, biz endi video olmaymiz, biz Hindistondan boshlaymiz videoni. Toybola kanalida mana ukalarim olib kelib o'zlari kuzatib olishyapti. Shu Asadbek, Jamshidbek ukalarimizni ham qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shu kanalda o'sha uyda chiroyli remontlarni chiqarishadi. Haydar tog'am bilan Otabekka kelishlariga xudo xolasa bitta chiroyli surpriz tayyorlaysizlar. Xudo xolasa. Ketdingmi, ketaveramiz ha? Bo'lsa mayizlar bizdan yiroqlashmaysizlar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Endi nasib bo'lsa Hindistondan kelganlarida olamiz, yana nasib bo'lsa. Bulutlarni orasida Otabek rosa xursand bo'layotgan bo'lsa kerak menimcha, endi hali tomosha qilib ketadi. Azizlarim, Xotamtoy haligi birinchi marta borgani bilan, lekin men bilasizlar ko'p boraman Hindistonga. Oxirgi marta 2 oy bo'ldim. Shu 2 oy bo'ldim, bir 30 dan ziyodroq bemorlarimizga endi yordam berib, qaralashib, ular mana bizni ham ko'rib boradi. Samarqanddan Nor buvim bor, Jizzaxdan Shavkatjon bor, Toshkentliklar, Qo'qonliklar, mana Jigar Serroz, shu hammalariga mana Sirdaryodan Umidjon bolajonimiz, hammalariga o'sha 2 oy davomida men o'zim qaraganman. Endi kelganimga 3 oy bo'lyapti Hindistondan. Xotamtoydan xavotir olmanglar. O'zim yashagan mehmonxonaga, o'zim turgan joylarga joylaganman. Shu mehmonxonaning xo'jayinlari bizning uyimizda bahorda kelib mehmon bo'lgan. O'zimning yaqin ko'rxonlarim. Endi Xotamtoyda uydagilar ham kelib turgan bo'lsa, shu akamizga, opamizga haligi xavotir olmasligini aytib qo'yaman. Sababi juda ham haligi tinch, yaxshi joylarga boryapti. Endi haligi shifokorlarga keladigan bo'lsak, shifokorlarda ham har doim bizning fondimiz oldindan gaplashib, kerak bo'lsa mablag'ini qanchadir qismini to'lab qo'yib, soatlarni belgilab qo'yadi. Hech qachon haligi navbat kutib yoki mana biz endi O'zbekistonda bo'ladi-ku shunaqa narsa, navbat kutib qoladi. Bunaqa narsa yo'q aytdi. Soatini soatiga aytadi. Shu Xotamtoy, Otabek bular shu soatda borishadi. Bilolbek ham shunaqa azizlarim. Tarjimon bolalarimiz bor. Tarjimonlarimiz rus tilini, o'zbek tilini bilishadi. Xotamtoy qiynalmaydi, Otabek ham qiynalmaydi, xudo xolasa. Boradigan joylari, yashaydigan joylari juda ham zo'r. Xotamtoyga shu balkonlik, ikkinchi etajdan balkonlik xonani, katta xonani aytganman, olib qo'yishgan. Otabek bilan Haydar tog'amga shu qo'qonlik bemorlarimiz bor, Jigar Serroz, Asadbek degan shu o'g'limiz bor, singillarimiz bilan ikkinchi etajda Haydar tog'amni shular yoniga joyladim. Nimagaki oshxonasi ham bor har bir etajda, qiynalmaydi. Ular qarab turishadi. Bilolbekda ham shunaqa. Endi Xorazmlik bemor bolajonlarimiz bor. Aytib bemorlarimiz ko'p. Shuning uchun xavotir olmanglar. Xotamtoylar shu aniq, tiniq joyga boryapti, reja bilan haligi bemalol ishlarini qiladi. Endi klinikadan tashqari, ko'rikdan tashqari endi o'zi Xotamtoy Hindistonni bir aylanib, xudo xolasa obunachilariga, mana sizlarga iloji boricha Xotamtoy ko'rsatishga harakat qiladi. Endi Hindistonda Xotamtoyni ko'zi bilan ko'ramiz. Endi men borganimda to'g'risi men boshqacha videolarga olib joylaganman. Endi Xotamtoyda o'zim dunyo qarashi boshqa, xudo xolasa. Shu ota-onasiga rahmat, shu ukamizni shunaqa qilib tarbiya qilib, mana xalq xizmatiga o'stirib, tarbiya qilib qo'yganiga ming rahmat ota-onasiga. Kuzatib borasizlar azizlarim, shunaqa. Xotamtoy haligi xavotir oladigan joyga borgani yo'q. Yoki Hindistonda bir o'g'rilar, boshqalar, bir urush janjallar bo'ladigan joy emas. Juda ham yaxshi, tinch joylar. Odamlari juda ham
haligi nima desam bo'lar ekan, haligi kirchimol, haligi yuvosh, muloyim insonlar. Shunaqa qizlarim, hozir men ota-beylarning uyiga ketyapman. Shu qizlarim Koreyadan kiyim-kechaklar, kolyaska, keyin belanchak shular olib olib borib bering deganda, mana xudo xolasa bularni hozir olib borib beraman-da. Undan tashqari shu xotam to'yga tegishli bo'lgan karta raqamlarini joylab qo'yamazlar. Iltimos qilardiki, baribir bu narsa seniki, meniki degan narsa emas-da. Bu barchamizni haligi qiladigan ezgu ishlarimiz. Imkoni borlar imkon darajasida hislarni qo'shib qolsa albatta yaxshi bo'ladi. Haqiqat haqida bir narsani men gapirib beraman to'g'risi. Haqiqatda odamlar qabul qilishi to'g'risi birinchi shoshib qolganda juda ham qiyin bo'ladi. Men o'zim ham shunaqada, bari haqiqatni menga aytsa ham birorta shoshib qolganimda shu haqiqatligini tan olishim ozgina qiyin bo'ladi baribir. Endi hammada ham shunaqa bo'lsa kerak. Nimagaki haqiqat achchiq bo'ladi. Haligi yolg'on narsa shirin bo'ladi, tezda yolg'onga uchamiz. Hali hammada ham bo'lsa kerak, hali yaxshi gapirsa, hali shirin yolg'onga ko'pchilik uchadi-da bu narsani. Nimaga haqiqat haqida men gapirib beramanki, oxirida mulohaza o'zlaringizda men ozgina bo'lsa ham sal haligi yaqinlashtirib aytib o'tib ketaman azizlarim. Qadim zamonlarda bir boy, badavlat, bir haligi shunaqa bir o'ziga to'q bir inson bor ekan. Bu insonda hamma yo'g'i yetarli ekan. Ota-onasi ham shunaqa bir boy, badavlat bo'lib o'tgan ekanki, bir muhtojlik sezmagan ekan hech qachon. Endi bitta kamchiligi bor ekan, juda ham bir xunuk, bir badbashara, bir haligi og'zi burnlari qiyshaygan, shunaqa bir haligi juda ham bir xunuk inson ekanda. Endi atrofida xizmatkorlari, yonidagi do'stlari, shu uni tanigan insonlar, boyligini bilgan insonlar doim unga xushomad qilib, haligi yuzi xunukligini, badbasharaligini aytmas ekan, faqat maqtar ekan xolos. Endi qachonki oynaga mana ko'zguga qaraganda, shu haligi o'zini badbasharaligini ko'rib turib, yuragi siqilib, haligi nimaga menga odamlar haligi hech haligi haqiqatni gapirmaydi, faqat haligi maqtaydi, shirin so'zlar bilan zo'rsiz, siz chiroylisiz, siz bunaqasiz deb maqtashaveradi deb o'ylar ekan. Keyin bir kuni endi haqiqatni ham bir eshitdi-chi, birorta haqiqatni gapiradigan inson bormi ekan deb yoniga bir xizmatkorini chaqiribdi. Haligi xizmatkori kelib, xo'jayiniga qanaqa xizmat xo'jayin deb so'raganda, xo'jayin aytdiki, menga shunday bir donishmand inson topki, shu inson menga haqiqatni ko'rsatib bersin deb haligi vazifa beribdi. Buyruq beribdi. Keyin haligi xizmatkori palon joyda bir yoshi ulug', bir nuroniy, bir donishmand inson bor. Shuni oldiga borsak, shu inson sizga yordam bera oladi. Xolos bu haqiqatni ko'rsatib bergani. Qolganlar sizga hech qachon haqiqatni gapirgani botin olmaydi deb endi haligi maslahat beribdi-da endi xizmatkori. Haligi xizmatkor bilan birga haligi joyga boribdi. Shu yoshi ulug' bir mo'ysafid haligi choldan so'rabdi. Shunaqa otaxon, mol davlatim juda ham ko'p. Ota-onam ham mol davlat juda ham ko'p edi, mana ular o'tib ketdi. Yoshligimdan birorta inson o'zim bilgan haqiqatni yuzimga aytmaydi. Sababi boyligim, mol davlatim ko'pligi. Shundan qo'rqadimi, shunga bir xushomadgo'ylik qilishadimi, lekin biror marta aytmaydi. Siz ko'rib turibsiz, shu darajada men xunukmanki, birorta inson sen xunuksan deb aytmagan shu paytgacha. Hattoki yoshligimda ham xizmatkor bolalar bilan o'ynaganimda ham ular ham haligi majbur haligi nima qilardi, o'ynardi deb aytmasdi, shu xunukligimni deb so'rabdi. Shundan keyin haligi mo'ysafid chol aytdiki, haligi boy odamga, bo'pti, sen endi bu ustingdagi juda ham bir haligi bashan kiyingan ekan. Endi haligi boy inson oddiy kiyinmaydi. Ustingdagilarni yechkinda debdi, mana men bergan kiyimni kiyasan debdi. Haligi juldiri chiqib ketgan, haligi bir eskirib ketgan bir kiyimlarni kiydiribdi. Haligi boy odamga. Endi mana ko'chaga chiqqan debdi. Endi haligi inson mo'ysafid chol aytgan haligi kiyimlarni kiyib ko'chaga chiqqandan keyin bir ikki qadam yurmasdan odamlar haligini tanimasdan bir pasda haligini gapirishni boshlashibdi. Endi buni xunukligini qaranglar deb o'zlarini chekkaga olishar ekanda endi haligi. Orqasidan ham, oldidan ham kerak bo'lsa gapirishar ekan.
jicha yuribdi, bunisi gapiribdi, yana ozgina yuribdi, bunisi gapiribdi. Oxiri chidolmasdan mo'ysafit oldiga qaytib ketdi. Qaytib kelib, otaxon, bo'ldi, bildim, tushundim. Mol davlatim shu darajada ko'pligidan insonlar menga shu haqiqatni gapira olmaydi, faqat xushomad qiladi. Demak, atrofimdagi do'stlarim emas ekan. Endi siz bergan juldir kiyimda kiyib chiqib, hech qancha men 4 qadam yurmasdan chidolmadim. Haqiqat shu darajada achchiq ekan deb, mana haqiqatda achchiqligini o'zida boshida sinab ko'rgan ekan. Keyin xizmatkor bilan qaytib ketib, shu kundan boshlab mana bir beva bechoralarga, bir kambag'allarga, shunaqa bir miskinlarga bir yordam berishdi, bir ehson, infoq qilishdi boshlagan ekan. Buni sababi ehson, infoq qilishi bir yaxshilik yo'lida emas, o'zi qalbida kambag'al bo'lib ko'rgan bu inson. Kambag'allarni birov mensimasligini, kambag'allarga birov qattiq gapirishini o'zida bir sinab ko'rganligi uchun shunaqa bir yo'l tutgan ekanki, shu beva bechoralarga, miskinlarga, muhtojlarga yordam berishni boshlagan. O'zgargan bu inson, haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi azizlarim. Endi nimaga bu narsani men hozir gapirib o'tib ketyapman? Ko'pchilik insonlar men kommentariy bari o'qiysiz-ku, endi haligi blogerlik qilgandan keyin qani insonlar o'zingiz haqingizda qanaqa fikrga borishyapti, qanaqa fikr bildirishyapti, bari qiziq. Har bir insonga yo bir bu motivatsiya beradi yoki shu ishidan sovutib qo'yadi. Xudoga shukr qilaman, shuncha yildan beri mana bizda bir haqorat qiladigan, bir enasidan, busidan kelib so'kadigan yoki bir-birini behurmat qiladigan negativlar yo'q. Lekin qisman bizda ham o'zimizda haligi achchiq haqiqatimiz bor. Azizlarim, mana shoir opani uyini qilayotgan bo'lsam, uni qilib qo'yinglar, buni qilib qo'yish kerak, unaqa bunaqa deyapti. Albatta, agar qaniydi shu mablag' bo'lganda edi, mana xuddi boyda mana mol davlati ko'p bo'lganda hamma maqtagandek, agar mablag' bo'lganda edi, shu shoiraxonni qolgan narsalarni ham bemalol ikkilanmasdan qilgan bo'lardim. Endi 150 ming so'm kecha mana bir kunda mablag' tushyapti. Endi bu 150 ming so'm mablag' bilan kimdir yozyapti, shifrni tagida teshik joyi bor ekan, uni qilish kerak. Kimdir yozyapti, buni qilib qo'yish kerak. Mayli, men xafa emasman, yozaveringlar, lekin shu yozganimizga yarasha bizni mana achchiq haqiqatimiz, shoiraxonga tegishli bo'lgan karta raqamlarni men doim joylab boraman. Haligi ozgina ehson tushadi, har bir videolarda gapiraman, lekin baribir bu haqiqatni o'zimiz tan olganimiz kelmaydi. Shuning uchun men boshida aytdimki, haqiqatni o'zim ham tan olishim, juda ham qabul qilishim qiyin bo'ladi, qachonki haligi tushunib yetmagunimcha. Azizlar, hammamizda aqli hushi joyida, bir yoshi ulug' insonlarimiz bor, yoshi katta insonlarimizda. Yoshi katta insonlarga qayta haligi bir ehsonni ham dalolat qilish bir haligi hijolatlik ishda bu narsa. Qilayotgan ishlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, o'zimiz bilib haligi bir mablag'imiz bilan, duolarimiz bilan shu qilayotgan ishlarimizni qo'llab tursalaringiz, albatta sizlardan kelayotgan mablag'larni mana ko'ryapsizlar, shoiraxonda 4 ta uyini juda bir chiroyli, bir go'zal, bir fayzli tarzda bir haligi yuragimizdan, qalbimizdan chiqarib chiroyli qilib berdik. Bu bitta ko'pchilik yozyaptiki, rahmatlon dedi, zo'r deyapti. Yo'q azizlarim, sizlarning yaxshiliklaringiz uchun, sizlar yaxshi inson bo'lganlaringiz uchun xuddi shu narsani sizlarga men ravo ko'ryapman, sizlarga o'xshatib shu narsani qilib beryapman. Agar sizlarning oralaringizda yomon insonlar ko'p bo'lganda, bunaqa narsalar bo'lmagan bo'lardi. Sizlarning mana axloq odoblaringiz, mana onaxonlarimiz, otaxonlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz doim meni yaxshi gap bilan qo'llab-quvvatlab keladi. Bu narsa menga haligi kuch beradi, menga madad bo'ladi. O'shaning uchun men sizlar qanaqa bo'lsalaringiz, sizlarga xuddi shunaqa bir o'zlaringizga mos bo'lgan haligi uylarni qilib berishlikni men harakatini qilaman. Undan tashqari Bolajon dunyosi xayriya fondi Telegram kanalimiz bor, mana azizlarim. O'tib doim aytaman, obuna bo'linglar deb. Mana Bilolbekka yordam bo'ldi asosan, Otabekka shu Telegram fondimiz kanalidan yordam bo'ldi, mana $7000 azizlarim. Bu juda katta mablag'da. Endi masalan o'shuning orqasidan mana Otabek hozir Allohga shukr mana Hindistonga ketyapti. Imron o'z kanalimizda ham ehsonlar tushadi, boriga shukr. Lekin juda bir tarqoqlik bilan
haligi bemalollik bilan, haligi bir befarqlik bilan haligi harakat qilamizda. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Birinchidan hammalaringiz mana negativ ham qanaqa? Haqorat qilinmagan negativ bu yaxshi narsa. Men to'g'ri qabul qilaman. Lekin haqorat, so'kinish, bir boshqa bir urush, janjal, bunaqa narsalar men yo'qligi uchun ham shukr qilaman. Agar shunaqa bir insonlar oramizga aralashib qolsa, bunaqa insonlarni menga umuman keragi ham yo'q, boridan yo'g'i yaxshi. Yaxshi insonlarning orasiga bitta yomon inson qo'shiladigan bo'lsa, yaxshi insonlarning ko'nglini, dilini ortib qo'yadi. O'shaning uchun azizlarim, xotam to'yiga ham bugun mana karta raqamlarini joylab qo'yaman. Shu ukamiz ham baribir o'zi baytda bo'lganda boshqacha qilib olib borgan bo'lardi. Endi o'zi mana Otabekni olib ketdi. Endi aytdi ham haligi to'g'risi oson emas. Mana to'g'ri Hindiston qiziq. Tomosha qilsangiz ham bo'ladi, lekin bir bemorga qarash, videoga olish, joylash, yana bilolmaydigan bemor bolajonimiz bor. Bularga ham yordam qilaman degan Xotamtoy. Endi bu ham oson emas. O'shaning uchun uy loyihasiga iltimos qilardimki, agar bugun mana bolalar dam olyapti, nimagaki kechasi bilan Toshkentga borishib, Xotamtoylar kuzatib olgan. Xudo xolasa ertadan ishga chiqishadi. Shunaqa azizlarim, endi nasib qilsa shu sinimizni ozgina bo'lsa yana bir xursand qilamiz. G'olibjon bilan shu Rahmatulloh bolajonga kolyaska, belanchak, kiyim-kechaklar olib borib beramiz. Undan keyin Shoir opaning uyida ham o'choqni mana kecha ozgina bo'lsa ko'rsatdim. Juda ham bir haligi zo'r, mustahkam, uzoq yillar ishlaydigan bir o'choq bo'lyapti. Tandir ham xuddi shunaqa bo'ladi. Harakat qilaman bugun o'tgani. Agar bugun o'tolmaydigan bo'lsam, ertaga boraman. Kafilchi ukalarimiz ham ishlarni boshlashdi. Hali ko'p yangilik bo'ladi, xudo xolasa, nasib qilsa. Shunaqa azizlarim, haqiqatimizni o'zimiz tan olishimiz kerak, qabul qilishimiz kerak, bunga o'rganishimiz kerak. Shunda ham agar qabul qilmasak, bir kunda bir marta ko'zguga qaraganda ha deb haligi o'zimizni yuzimizga oro berib yoki sochimizni taramasdan haligi ichimizdagi, qalbimizdagi bir haligi nimani ham ko'zgu orqali ko'rishimiz kerak. Haligi haqiqatlarni ham ko'zgu orqali ko'rishimiz kerak azizlarim. Alloh kamollasizlar omon qilsin. Azizlar, xudo xolasa endi Otabek uyida ko'rishamiz. Mashq etgaman, mashq etgaman. Qiz qalaysiz? Yaxshimisiz? Bu shu kichkina Rahmatullohga yengilgina belanchak. Uylarda bor ekan, faqat bu og'irroq ekan. O'shaning uchun bu yengilini oldik. Bu kolyaska. Qolgan narsani keyin olib ketamiz endi. Yuraylik chiqan, yuraylik. Qolganini uni olib kelamiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Xotin-to'ylar ham rahmat, mana chiroyli qilib oqilab, yaxshilab pokiza qo'yishdi hamma yo'llarni. Rahmat shularga. Chaqiramiz endi. G'olibjon. Singlim. Assalomu alaykum. Buni ushlab turing-da. O, nimaga? So'raydi, o'na. Singlim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Chiroyli qopdi, faqat o'yla chiroyli qopdi-yu. Singlim? Zo'r bo'lib qopdi. G'olibjon ko'chada narsa bor, olib keling. Sizdan bu qizlarimdan sizga Rahmatullohga kolyaska. Mana bu qo'yapman buni. Keyin bir ochib ko'rasiz mana. Bu qizlarimdan hozir belanchak olib kelyapmiz. Sizni belanchagingiz bor ekan, mana. Abdulash ko'rsatdi. Bu Otabekniki,
Aha. Ota beribdi. Oho, etdi. Nima ekanda haligi karavotdan qilingan ekan. Kim qilib berdi? Birovni berdim mana, bir joyda berdim. Qola berdim, qola. Buvan diyorlari. Ha, bo'ldi, hozir mana Xudo xohlasa chiroyli qilamiz. Rahmatli uxlayaptimi? Ana. Voy, yotib joyingizni qarang, voy. Gapirmayapman, mataqib oldim. Ichkari zakda. Bittani o'tirib qo'yibman, endi olib oldim. Ha, shirin, chiroyli boshliqlar bo'lardi mana. Sen qo'y, hozir bo'lsa bu belanchak mana. Rahmat. Belashiga solib qo'yasiz, Xudo xohlasa. Qaraysiz, yaxshimisiz? Sizsiz? G'olibjon? Ha, yaxshimisizlar? Otabek uchib ketdi mana. Telegramga tashladim rasm. Yo'q, menda telefoni yo'q. Olib ketdi telefoni. O'tiribman men. Iye. Telefoni olib ketdi. Timtata olib qo'ydim timtata. Menda turibdi timtata. Ha, sim kartani olib qo'ydingizmi? Ha, telefoni olib ketdi. Telefonni nimaga? Rasmga olgan olib ketdimi? Yo'q, terib o'tiraman dedi. Ikkilikda terib o'tiraman dedi. Oo, ya shu aqllida u. Chaqqon. Chaqqon. Ha, sizlarga qolavermaydimidi? Nimaga Xotamtoyda videolarni ko'rib turardilaringiz? Telefon deb aytaman, bunday qilaman. Olib qo'yibdi, yalayapti. Ha, telefon qilib turgan kelgan Xudo xohlasa Sherali keladi-ku. Sherali Xotamtoyda telefon qilib turishadi sizga bo'lsam. Video bizni qilib. Azizlarim, mana rahmatlar o'tgan joyni ko'ryapsiz. Men o'zim ham ko'rmabman to'g'risi kelganini. Qarayapman. Ichkari Ozodbekmi? O'shaning uchun belancha olib keldik mana. Hozir biz to'g'rilaymiz endi butun belancha. Buni olib turibdi, G'olibjon. Hozir to'xtang. Yo'q, buni olib qo'ying, G'olibjon. Buni tasing deydi. Singlim endi siz buni ushlab turasiz, mana keling. G'olibjon, siz buni ushlab turing. Rahmatliga yengilgina mana. Singlim. Hammaligi ichkarida yerda sakki yotmaydi. Nima qiladi? Nima, qo'madan, nima bermagan, nima bermagan. Yetti, ana yetti, nima berdi. Assalomu alaykum, o'ziga yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, keling, do'st. Yaxshimisiz, suysiz? Belancha olib kelyapmiz. Pulli bo'lsa, voh, bunga ochib qo'yasizlar. O'zi Sizga rizqingizga Alloh baraka bersin. Parvardigor saxovatlaringiz bilan bardavom qilsin. Qilagan ehsonlaringizni oxirida qabul qilsin. Umringizni bo'lsin ilohim. O'zi azlarim tashqari issiq, optovchi bor. O'shaning uchun seni baqib chiqyapti. Ichkari baribir sovuqda, zak, qorong'i. U abagirator yo'qmi bilan? Hechga qo'yapsizmi? Rahmatullo. Abagirator bormi? Keldi opaqa. Katta bo'lyapti uy. Mana shu Dadam yangi turkmata bo'ldi, dadam bilan urdi dadam. sizga o'shanimi? Yozing, buni oda qiladi, yozdirib oladi deyapti. Bittani. Ha, to'k yozib oladi deyaptimi? Yozdirib oladi. Ha, bo'pti, o'tirib qo'yadi, bitta o'tirib qo'yapti, bitta o'tirib qo'yapti. To'kka biz to'lab beramiz. Hech nima qiling. Qishda nima qilasiz keyin? Pechkami? Bitta, teja yoqmayman. Bolani ta'tirib qo'ymayman. Nima, apilkami? Nima yoqasizlar? Ko'mirmi? Tezak deyapti. Teja. Men teja yoqmayman. Bolani ta'tir qiladi. Tataqib qoladi. Nima ko'mirga mehtoj bo'lasizlar, nima yeganlaringizda haligi tutun chiqib qoladi-yu. Shu zaharda u. Bu bola Ularga bitta laqangi bo'lsa, bitta. Haligi rahmatulloh makrovatr bor-ku, laqangi batareykalidan, ha? Ash olma bo'ldi. Nima bo'lsa, Yo'q, o'zim olaman, seni o'zim olaman. qaramabman. Otabeklarda Toshkentda Mahmud dodam yaxshi, boriga shukr, Mahmud dodam birga o'ni gaplashdik. Kuzatib hoji aka. zo'r kutib olib, Aeroportda sahar shu namozdan keyin turib chiqqanda, zo'r bo'ldi-ku. o'shanga rahmat, Mahmud dodamga rahmat. Rahmat. Mahmud dadaga ham rahmat. Aqda zo'r qo'ying. Aqda Jizzaxlik nimalar bor? Bemorlarimiz bor, Umidjon. Oldin men bilan borganda u yaxshi biladi. U birga ketdi, mana. Haligi qiynalmaydi, Xudo xolasa. Rahmat, shu Xudo xolasa. Endi senlar tuzaymi? endi ijod bo'lmasa, rahmatliga nima kerak bo'lsa, aka shunaqa narsa kerak desiz, men olib beraman. Bo'ladi. Yo'q, bundan keyin ham nima kerak bo'lsa, rahmatlilar uchun. Otabek, Ozodbek emas. Rahmatliga. Shunaqa.
Hech hijoat bo'lmasa aytaverasiz. Mana bu bo'ldi. Mana endi Allohni ham qatirsa. ha, mana. Hozirgi narsa bo'ldimi? Necha sen Nechaman? kichkintoy ochini qaranglar mana. Hozir yig'laydi ham. Eng nimasi sizni emas qo'yilaman, chiroyli nom. Juda ulug' ish bo'ldi-da. Ilohim sizga o'xshasin shu bola. Mendan yaxshi bo'lsa hozirgi. Bizdan yaxshi bo'lsa. Endi bular buni kunlarda bitta endi hammasini jamlab bitta video qilib berasiz. Ha, xudo xolasa. Disk qilib berasiz. Ha, bo'ladi. Aql berasiz. Bularni xuddi saqlaydi. Kelajakda ko'radi bu bolalar. Nima bo'lgan, bu qanaqa bo'lgan bu ishlar. Fleshkaga olib beraman. Fleshkaga olib berasiz, uni saqlab qo'yadi. To'g'rimi? Qatirdingizmi? Mana yoqda Hammasini jamlab bitta. uni qilib beramiz, xudo xolasa. Bo'lyapti. Qatir. Hali kelajakda bular yoshi yetib sal eskirganda ko'rib, yeydi, bunaqa ishlar bo'lgan ekan. Qani bu odamlarni siz bilan bizni oqtarsin keyin. Xudo xolasa. Nima bitta bola olib chiqasizlar, seni ko'ryapsiz, men olib turibman. Nari qatir? Buni qatirding pastda. Buni solib qo'yib, mana pakka emas endi. Keyinni ko'ryapman. Konsertga qo'ydi. Qani rahmat bo'lsa, aytadi. Endi bir narsani ko'ringki, yuzini qarang, sizga o'xshab, maylari lo'pillab turibdi o'xshab, ana qani kulishini qarang. Gapirdi. Ana. Hadi hozir ilinchi bo'lsam qani bismillahirrohmanirrohim. Qo'yib qo'ydingiz. Lekin eski belanchaga ham haligi kalovatdan qilib zo'r qilib qo'ygan ekan. Yo otadimki, etdi menda beribdi. Anaqasini tushirasizlar ichiga. Yo'q, anaqasiga tushirasizlar. Ana endi bo'ldi. Ha, shuni tushib qolmaydi. Ha, tushmaydi bu. Sidirilmaydi. Ana qo'yaylik-chi? Seni o'zi yotqizman endi. Olishga. Yana bitta ko'z mono tomonini olish kerak, bitta ko'z. Baqa. Sal naraqa qiyshayib turibdi buni. Buni oladigan bo'lsa baq qishib qolasizmi? Mana endi ana bu ko'rdingizmi? Mana muvozanat to'g'ri bo'ldi mana. Rahmatulloh. Maqulchiga ham bor azlarim. Rahmatulloh. Rahmatulloh. Nima bo'lsa ham rahmatullohga bo'lsin deyapmiz. Azlarim nima bo'lsa ham rahmatullohga bo'lsin deb qo'yapti. Ana baqaga qo'yibdi. Buni tagiga soling. Buni tagiga, uni betiga soling endi yangisini. Ay, endi achib ketdi. Voy. Bo'ldi. Mana opoq keldi. Opoqsi keldi. Ana esnayotgan qaranglar, esnayotgan. Bo'ldi, mana hozir aytib yana aralashmalar keldi. Mana singlim, qani bismillah. O'zingiz Bu tomonga qilaylik. Yo'q, oyoq baqa bo'lmaydi. Qula tomonda. Qaysi tomon? Baq qula Ha, tomonda. bo'ldi, baqa qilavering bo'lsa, seni baqa qilavering. Boshini baqa qiling. O'zi aytdim, men o'zim bilan mana buncha qasqa qaraydi. Olimjon bilan meni aql berib berdi. Aqqa qaraydi, o'ma to'g'ri. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Bu shu qo'yamiz endi. Ana. Rahmat bo'ling. Nari ham sal tushirib qo'yasiz endi, aqling. Bu jitu uzuroqni olish kerak ekanmi yo? Ya, yetadi bo'ladi. Ana. Qizim, duo qil rahmatulloh. Amin. Nevaralarni Alloh hammasini ko'rsinlar. Tushirib qo'ying. Rahmat. Ana. Yoshlar, qani tomosha qilib, aka bitta o'yinchoqni ilib qo'yish kerak. Ko'zni ochdilar ana. Rahmatulloh. Ana mana yigitlar keldi. Sen nima qiling? Oyoqni ichiga qo'yib qo'yaylik-da buni. Olimjon, ko'taring yo'q. To'xtab turing. Iloyim aytdim. Ana. Hozir pashsha yo'q, kutiraversin mana. Pastga kelgan pashsha emas. Tepasida ko'ziga narsa tushmasa ekan. Shunaqa ekanda. Rahmat ilohim. Hozir endi to'xtang, kalasgan olinchi ko'rgich narsa yo'q, qanaqa narsa ekan. Endi bu nima bo'ladi?
Azizlarim kanasiga ham bandiylik qilib rahmatliga chiroy yaqib kelgan nima qilib. Rahmat. Oching endi qolibmi? Oching. Sekin. Dang'ilib ketmasin. O'tib qo'ying hozir ekan. Mayda endi ichiga bo'lar ekan. Yani bilmez madayı. Mana. Mana. Ya kittim var doğru olsun. Mana. Buni qanaqa qilib Tüyayla okuyayla ilip koyasan bolları. Bunu da odam mana. uxlatib qo'ydim, uxlatib qo'ydim. Selim mana. Rahmat javobi. İlahim. Ha, qarang. Buni Men endi bola o'tirib oladi, odam o'tirib oladi. Mayli, sizlarga. Odam qo'ydi, ana. Odam qo'ydi. ha, bu tushar ekan. Ha. Tormozi bor ekan, Selim mana tormoz. Mana. Endi buni qanaqa qilib tormozni ishlatishni o'zi o'rganib olasiz. Bilmayman, bilmayman. Ushlab ko'ring chiqaring. Ne bir şey? Mana. Rahmat javobi. Hani bir bak. Nerede nima bo'larkan shikili? To'xtada. Mut chiqib, cho'zilarkan ham shikili mana bu. Baqa chiqib. Baqa qarab turardim. Yo'q. Ha, baqa yo'q. Cho'zilar. Bu turardim, ana. To'g'ri. Hadi, bunday qilib. Aqang bo'lar ekan, Selim. Ha. Ha, nari o'z to'g'ri bo'lasiz. Bu baqa ham bo'lar ekan. O'tib oling. Ana. Hozirga biz katorlik bo'lsam, Selim siz qarorli bolaga bo'lsam, biz ketorlik Selim. Inshaalloh holiga o'taman, xudo xolasa nasibsa. Mo'luni baqa qilib, mo'lni bossa undan yopilar ekan mana. Ha. Mana mo'l. Ko'rding? Ana, mo'ldan ekan bu. Ha, avtomat ekan. Avtomat ekan. Ha. Tut. Yo'q, bunaqa emas. Nima? Baqa ham o'tadi-da bu. Baqa ham o'tish kerak. Rahmatulloh. Baqa keta qoladi. Mana kanasiz bunga soladi endi. Yukchi. Tamata qarab gapirdi, baqa qo'rqib ketadi. Mana, azlarim uzoq bo'lsin. Rahmatulloh. Qilayotgan ishlaringizni bardavom qilsin. Alloh taolo jannatida sizga soyabon qilsin shu amallaringizni. Hammasini iloyim do'st. Xudo xolasa xatam to'yda kattaroq qo'yib qo'yaman, opisiyaga iltimos qilaman. Shularga imkon boricha yordam bersalaringiz, Otabek kelguncha xudo xolasa, xotam to'y ham qiynalmasdan shu joylarni remontini qilib beradi xudo xolasa. Seni mayli. Rahmat javobi. Mayli polvon to'y. Bo'pti endi. Yo'q. Choy ichmaydimi deyaptilar. Yo'q, choy ichmayman. Bemalol. Nima qilaveradi?